Bu yerda betning üstü qismini layilib olganning yoqi betningki materialni ko'rsatilgan ko'znaklarni layilashga to'g'ri keldi. Oddiy bir bet qilib layilayli, masalan, kishilar amaliy turmushida o'zininki telefon orqali yoki kamera orqali olgan ko'rinishlarni chiqarib, shuning orqali iqtisodiy kirimga erisha oladigan bir film chiqaradigan, qisqa filmlarni yo'llaydigan bir to'g'ri bekat deb faraz qilib turaylik. Davsa biz shu filmlarni ko'rsatadigan ramkani layilashga to'g'ri keladi. Buning uchun bir parcha rasmga ehtiyojimiz bo'ldi. Men bir parcha rasm ochay. Ki bu rasmni olsam bo'ladi. Qaysi bo'lsa muvaffaq, bizga bir parcha rasm bo'lsa bo'ldi. Ondan keyin bir diktat bilan shakllik shaklni sizdim. Oq ko'rinishni oq rangli qilib qo'yay. Kengligi 270 bo'lsin. Rasmni oldim. Rasmni buyoqqa bekitdim. Bekitgandan keyin mushkil shaklda chiqadigan bir ko'rinish layilmoqchiman. Meningki cho'ng kichikligini birozdan keyin tangshaymiz. Ondan keyin chambardan birini oldim. Bu taxminan 15 px da 15 px lik chambar bo'lsin. Chizimlashtirdim. Sal kichik qilib qattiq. Ctrl T cho'ngaytdim buni biroz. Cho'ngaytay. Kichik to'ldirilgan oq ranglik bir chambar oldim. Chambarning o'rnini muqimlashtirdim. Albatta o'zim xohlagan o'ringa muqimlashtirsam bo'ldi. Masalan, abonentlarning ismi yoki o'zi ko'rinib turgan qismi bo'ladi va yoki boshqacha o'rinlashtirsam bo'ladi. Bu yerga oldim. Olgandan keyin buningki rangini masolatdagi bir rangga o'zgartay. Sirtiga mushninga qiynaqroq bir rang beray. Bir PT etrafı bo'lsin. Ondan bir nuqtadan shiftni besilib turib, bu yerga bir nuqtadan. Buni mav chambarning ostiga kirdim. Siziqning tomligini 2/1 oldim. Ma'ninkini 1/5 olay. Ondan bu film bo'lgan bo'lsa, masalan, kishilar rasmini, filmini, ovozli asarlarni yo'llaydigan bir to'r bekat degan bo'lsa, film bo'lgan bo'lsa, buningki qo'yish belgisini chiqarib qo'yaylik. Yerga bosdim, bosganning yoqi buni 7px da 7px lik bir shakl deyli. Oq rang to'ldirilsin. Ctrl T besib biroz cho'ngaytaylik. Chizimlashtirdim, bu xil shaklda bo'lsin. Ondan keyin filmning ismini bu yerga kirgizaylik. Uyg'urchani tanladim. To'g'ri yo'l deb kirgizay. Xatni yan toaletdan tuz holatga keldim. Razmeri o'xshashtirayversin. Xatninki rangini biroz qiynaqlashtirib qo'yay. Ondan keyin uchurlarni kirgizaylik, masalan, yo'llovchining ismini kirgizaylik. İngilizce holatga kirgizaylik. Roz bo'lsin. Xatning rangini biroz o'tkay. Ondan shaklsiz quroldan foydalanib, buningki qancha odam uchur qildi, ichiga to'ldirilgan rang bu xil rangda bo'lsin. Qancha odam qo'lladi, qancha odam do'stlar chemberiga chiqadi degandek narsalarni bu yerga kirgizib qo'yay. O'rinlarni muvofiq tanishib, muvofiq o'ringa tanishaylik. Biroz siltaylik. Yanama biroz ustiga ko'tarsak bo'ldi ekan mana.
Aqistiki ko'rinishini tanlab turib, asti tarafini 9, bu sol tarafini 9px birlikda bu xil shaklda o'rnashtiray. Ctrl T ni bosib turib, uni biroz ustiga ko'tarib qo'yay. Bu xil shaklda bo'lsin. Yani araliqda qoldigan araliqlari bek cho'ngib ketmasin. Qolgan yana o'rnashtirilgan parametr munosabatga o'z parametrlarni bekitib o'rnashtirsak bo'ladi. Muvafiq tangshayli bo'lganning yoqi filmninki shaklini bu xil shaklda o'rnashtiraylik. Abonentning ismini bassak yoki rasmni seplab bersak, bu rasmini bassak, shu abonentninki shaxsiy blog beti ochilsin. Undan keyin yo'llovchilar yoki bu xil uchurlarni o'zimiz shuni besib turib ko'rsak bo'lgan qilib mushkul shaklda bir narsa qilib quraylik. Bu ramka bo'ladi.